go'zal, al-jamil. Alloh taolo bandani go'zal bo'lishini xohlaydi. Pokiza, usti boshi tartibli, xushbo'y, sochlari taralgan, surati chiroyli bo'lishi kerak. Bu yerda yangi kiyim deyilmaydi. Agar kiyim haqida gapirsak, pokiza kiyim deyiladi. Yuvilgan, taralgan, tartibga keltirilgan. Go'zallikni yaxshi ko'rishlik insonning tabiatida bor. Mana aytinglar, kiminglar chiroyli mashinani yaxshi ko'rmaysizlar? Kim chiroyli uyni yaxshi ko'rmaydi? Insonning tabiatida go'zallikka bo'lgan intilish bor, bu uni fitratida. Innalloha jamilun yuhibbul jamal. Albatta Alloh taolo go'zaldir, go'zalligini yaxshi ko'radi. Hatto birodarlar, gapiradigan so'zimiz go'zal bo'lsin. Abbos ibn Abdul Muttolib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning amakisi. Kenja amakilaridan so'rashdi: "Siz kattaroqmi, Rasululloh kattaroqmi?" Shunda Abbos ibn Abdul Muttolibning gapini qarang. "Men ertaroq tug'ilganman, lekin Rasululloh mendan kattalar" deb javob berdi. Men kattaman desa bo'laveradi, ammo chiroyli bo'lmaydi-da bu. Rasulullohdan kattaman dedi o'zini qara. Deylarmidi? Agarchi biz gapirayotgan gapimizni tuzalishini xohlasak, biz avval eshitishni o'rganaylik. Eshitishni o'rgansak, ine chiroyli gapirishni o'rganamiz. Demak, men Rasulullohdan erta tug'ilganman, ammo Rasululloh mendan go'zal so'z bo'lgan ekanmi? Go'zal so'z. Moddiy va ma'naviy go'zallik matlub. Moddiy va ma'naviy tomondan musulmon kishi go'zal bo'lishi kerak. Demak, musulmon o'zini kiyimini chiroyli qilishi kibrdan emas. Mashinasini chiroyli olib yurishi kibrdan emas. Uy-joyini chiroyli qilishligi kibrdan emas. Chunki u insonning tabiatida bor narsa va go'zal qilsa o'zida bor narsani Alloh buni yaxshi ko'radi. Innalloha jamilun yuhibbul jamal. Odamlarning yuzidagi holdek namuna bo'lib, zohiri bilan, fe'li bilan odamlarga havas bo'linadigan holatda turish bu ayni dinimizning talabi bo'ladi. Mo'min banda borlig'ini go'zal qiladi. O'zida Alloh taoloning al-jamil sifatidan bir o'lish paydo qilishini xohlaydi. Adolatli bo'ladi, odil bo'lgan zotga yaqin bo'ladi. Rahim shafqatli bo'ladi, ar-rohim bo'lgan zotga yaqin bo'ladi. Xayr saxovatli bo'ladi, lutfli bo'ladi, al-latif bo'lgan zotga yaqin bo'ladi. O'zini go'zal olib yuradi, al-jamil bo'lgan Allohga shu bilan yaqin bo'ladi. Ehtimol gapira olmassiz, nutqingiz yo'qdir. Ehtimol pulingiz yo'qdir, infoq ihson qila olmaysiz. Ehtimol boshqa narsangiz yo'qdir, lekin o'zingizni tashqi ko'rinishingizni chiroyli olib yurish qo'lingizdan keladimi, birodar? Keladimi? Keladi. O'zingizni shunday chiroyli olib yuringda, maqsadingiz al-jamil bo'lgan Alloh shuni yaxshi ko'rar ekan degan maqsad bo'lsin, shu fe'lingiz bilan Allohga yaqin bo'laverasiz. Hamma ham o'zini oppoq tutadi. Hamma ham o'zini tashqi ko'rinishini chiroyli qiladi, lekin hamma shu qilayotgan ishidan Allohning rizosini istaydimi, yo'qmi? Odamlar nima deydi? Sal ust boshingga qarab olsang, uyatmaysanmi? Kimdan uyatmaysanmi? Odamlardan. Biz o'zimizni chiroyli olib yuramiz kim uchun ekan? Mana Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislari juda ko'p o'qiganmiz. Muttafaqun alayh bo'lgan hadis. An Abi Hurayra roziyallohu anhu, ani Nabiy sollallohu alayhi vasallam qol: "Tunkahul mar'atu li arba'a." Ayol kishilarni 4 ta narsasiga qarab, 4 ta narsasiga qiziqib uylaniladi. Li maliha, mol davlatiga qiziqib uylaniladi. Li hasabiha, nasl nasabiga qiziqib uylaniladi. Li jamaliha, chiroyiga qarab uylaniladi. Va li diniha, diniga qiziqib uylaniladi. Qarang, to'ralasi ham chiroyli narsa. Boylik chiroyli narsa, nasl nasab chiroyli narsa, chiroy chiroyli narsa, din chiroyli. Qani to'ralasi ham go'zal bo'lsa. Shunda payg'ambarimiz aytibdilar, dindorini tanlagin, baraka topkur yoki baraka topasan. To'ralasi turganda birinchi diniga qaraymiz. To'ralasi ham chiroyli narsa, go'zallik. Shunda dini birinchi o'rinda turishligi kerak bo'ladi.